Assalomu alaykum hurmatli obunachilar hamda kuzatuvchilarim. Inshaalloh mana karlik baranchalarimiz 40 kunlikdan o'tdi. Konkursga qo'yamiz. Xudo xohlasa o'tgan safar ham qo'yganmiz. Qo'qonlik ukamiz yutgandi. Shu konkursda nimasini aytib o'taman. Qanday konkurs? Shu videoga kim yaxshi kommentariya yozsa, o'sha odamning kommentariyasi ko'p like yig'sa 10 kun. Mana bugun nechi? Bugun 8-oktyabr bo'lsa, 18-oktyabr sanab o'tamiz. Kim like ko'p yig'ilsa, o'shanga beramiz shu quyonchalarni. Aytib o'taman, ikkita erkak, bitta urg'ochi. Ya'ni ikkita samiz, bitta samka. Tanish bilishlarga xabar berib qo'yamiz. Xudo xohlasa mana albatta kanalimizga obuna bo'lish shart. Obuna bo'lib, like'larni bosib, kommentariyalar yoziladi. Yana qaytarib o'taman. Kimning kommentariyasi ko'p like yig'sa 10 kun davomida bo'ladi bu konkursimiz. O'sha odamga shu quyonni beramiz. Albatta o'yinda ishtirok etinglar va g'olib bo'linglar. Quyonlarimizni qulog'i tashlagan. Mana ana u narigisi endi tashlayapti. Xudo xohlasa 3-4 kunda tashlab qoladi. Karlik baranchalar. Ota-onasi ham juda sifatli. Bundan bola olinsa ham juda sifatli bola beradi inshaalloh. Juda chiroyli. 10 kun davom etadi inshaalloh. 8-oktyabr bo'lsa 18-oktyabr kuni g'olibni e'lon qilamiz. Albatta o'sha odamga chiqarib yuboramiz, yutgan odamga. Kimning kommentariyasi ko'p like yig'sa. Albatta o'yinda ishtirok eting, g'olib bo'linglar. Hammaga omad tilayman, hamisha sog' bo'linglar. Grupamizda kanalimizda hamisha kuzatib boringlar. Obuna bo'lmaganlar albatta obuna bo'lib, like'larni bosinglar. Hammaga rahmat. Alloh rozi bo'lsin barchalardan ilohim.